ليه صاحب والكره ليه صاحب الحب ليه صاحب والكره ليه صاحب الحزن ليه صاحب والفرح ليه صاحب الحزن ليه صاحب والفرح ليه إلو وي إلو ما إلو يا إلو إلو وي وي مش خراب بس إلو ها وي أبا أبا أطلق خربت أبا وي Vay yavrum bakar geldim. Hadi geldim. Adıcım, hazır apam meşedi başı. O sıdakman kele. Vay çıkarın, ay vallahi geldi karan. Karan vallahi geldi. Apa, kandak havalını. Yakşı doğru. Vay papa. Ballarım. Bu qitim o'qish bitaganlarning hammasi bizning Naikaga o'xshamaslar. Shundoq. Biz bu rayonga 3 oylik muddat bilan yuqumli kasallikni oldini olish uchun keldik. 3 oydan keyin hammamiz taqsim qilingan o'rinlarga ketamiz. Siz ikkimiz mush nahiyaga bo'lindik. Shundoq, Apa, biz sog'liq joyidagi 20 kunlik vazifani tugatgandan keyin mishat ishlaymiz. Tushdi keling. Sananing ayrılmağını bek yaxshi bo'pti. G'erib sananda yarışib san emasmi? Qizim, size qaytib kelgandan keyin sizga deydigan bir maslahatimiz bor. Ne maslahat? Pek muhim maslahat. Sen çoğ oldunlar, bundaq yürüyversanglar sert fıra bolar. Adil, yürünglar mağmez. Ata kelgandan keyin söyleyeyim. Hoş kızım, hoş ata, hoş. Kızayım amanet, hoş. Hoşam apa. Hoş kızım, ata hoş. Hoşam şurayım amanet. Ben demedim bu yenge. Xudo o'z bolaning ko'ngliga sig'liq saqan o'xshaydi. Endi o akam xotirjam bo'lar. Xotirjam bo'lmamdigan. Endi gap to'y tayyorligida qoldi. Adil aka, otam bana ajoyib mamlakatlarni qilyotdi bu. Nima deydi? Sizlarga deydigan muhim maslahatimiz bor deydi. Apamni menga uchiqli purtyapti. Ahvoldan qaraganda ular o'zlaricha choy Abbos bilan nasamadırlarda kutish bo'lgan o'xshaydi. Sizda xabar yo'q, paladan yeb qapti degan shu-da. Agar ular Rasululloh bizni chiqarib qolsa, biz nima deymiz? Nima deydik? O'tganda bu ishni purtib xat yozganda qanday rad qilgan bo'lsak, shundoq demandik. Yo'q. Hem ularni ranjitmaydigan, hem ishni mushtar qiladigan, undan chora topishimiz kerak. Apamның mijozini bilsiz, o deginni qilmay qo'ymaydi. Uning ustiga osonlikcha boshqalarning gapini yemaydi danga. Meningcha, avval sizning dadingizni ko'ndarsak, o'ngay tushadi. Dadamni demsiz? Ya, mening dadamni Aysxon opamni qilishmaydi. Ters abrat. Shikisini bir tumet soqqan emas. Mayana. Hey, Adil aka, hajigir ishkanlar, kepanglarni bir qilib olsanglar, cho'nglar nima qila olaysiz? Nima bo'ldi? Biz ayrılib ketdik. Nima? Nimishqa? Hajigir meni tashlab, yo'qlish shundoq qildi. Voy. Adil aka, hajigirni endi bo'sh o'rin bor ekan. Berib so'zlashing. Turing. Bo'lmay. Yo'q, bo'lmaydi. İşkanlarning jurvatqini kim bilmaydi. Qaydashqa oralab turgansizlar. Bunda qilsanglar, keyin bir umr pushmon qilasizlar. Turing, o'rningizdan. Berib so'zlashing, turing. O'g'il bo'ltirib mustaqlansiz. Turing. Voy, turing. Ha, bo'pti. Borsam boray. Elanglar.
Savaqdaşlar, hazır nahiyəyə yenidən gələn Abdurş hakimni sözgə təklif qılaylı. Yoldaşlar, aldı bilen men nahiyelik hükümetki vakaleten sizlerni kızgın karşı aldığanlığımni bildirme. Men bu sizlerge okşaş 15 yıl burun tibbi institutunu bitirgen. Ben hazır nahiyede səhiyyə işlerine mesul boğunum için bu kıtımki yuqumluq keselinin aldığını elişte baştan ahir sizlerden birgi bulun. Bugün karşı eliş mürasimimiz tolumu addi bop kaldı. Şundak bolsumu azad olturaylı. Azad olturaylı. Eliş mürasimimiz tolumu addi bop kaldı. Şundak bolsumu azad olturaylı. Azad olturaylı. Şu akşam çıkması sızımdır. Yok, uyumayım ben. Yok. Teşnalarlar sütlesen de muhabbetin kalbimi utma. Lay la 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 la. Lay la 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 la. Lay la 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 la. Çünkü bu yan yoktur haramım, yeter kararım. Sevgilimin sevdiğimi günde. Hacıgül, to'xtab turing deyman. Hacıgül. Hacıgül. Hacıgül, sizga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ladi? Bugun bir kunning ichida boshqa qizlar qarab 100 qatimdan kul soldingiz. Aran 100 qatim? 150, 200 qatim kulgandimi? Sog'liqqa menga meni azaldan o'ylabmi qo'ymaysiz? Ovozingizni chiqarmang. Boshqalar anglab qolsa sat emasmi? Endi siz Tojgul bilan ayrilolmay qoldingiz-ku. Nimancha yiqilishib ketdilar? Ha, shuni qapilyapsiz. Tojgul mening bir navr singlim ekanligini texchi bilmamsiz? Bilaman, bilaman. Uning ostida nima borligini bilyapman. Tojgul. Voy Aysxon. Oy. Xush xabar. Oy, nima xush xabar? Vallahi sayyor davolashni tugitib, qaytib kelgan bo'pti. Ha? Rostmi? Nima degan yaxshi gap o'tdashyapti. Aka, jiring aytgan tamoshga ketdim. Men darhol berib, cho'ngchay akrishning tayyorligini qilay. Bo'ladi, bo'ladi. Oy, vallahi kas nima degan yaxshi.
Abdulaka, bu qitim asanımızın çoqqum köndüreyli. Aldı bilen Sayımkam'ı gönderey. Sayımkam'ın konuğum şaka emasmı? Fazılcan, yakşam günüm kitap okup gitsiz go. Şundak. Жүріңі, кино белдігін ішкін ағантын кино көріп келейлі. Yo'q, mening bag'im yo'q, o'zingiz berib keling. Voy, жүріңі, shunday yaxshi kino deydi, жүріңі. Hadi gel. Voy, Meni zorlama. Жүріңі, Meni shunday zorlama. yaxshi kinomiz, жүріңі. O'zingiz berib keling. Voy, жүріңі. Жүрің. Meni zorlamang deyman. Opamni köndəmsək bo'lmaydi. Biz Tojgul bilan kinogarimizda teshib qo'ygandik. O, жүріңі, nimalarda Hozir turibsiz? gap qilmang. Bo'ldi. İşenmemsiz, işenmisangiz Tojguldan so'rab beqing. Kinoga boramizda bilet nima olib qo'ygandik? Qarang, mana. Maysan kodam baksa. Bekisla merhamet. Mehmanlar, Tojgullar Odiljonning to'y ishini musha oldimizdagi bozor kuniga bekitdik. O'rtog'lar, to'y kunidagi ishlarning soyib qoldirib bo'lg'achqa, qoldi maslahatimizni bugun pishirib olaylik. Qanday, ha? Muborak bo'lsin Oyisxon. Xudo sizlarga boldo'roq navra ato qilsin. Rahmet. Et qaldırdık bu. Köp avar bopla. Hammalarga rahmet. Rastayla kudam. Bu işini tez tutuşqımızlaq faqat bo'lmaydi. Tömürni qizig'ini so'q deydigan gap bor. Balaning beshini qancha tez bog'lab olsak, shuncha yaxshi deslar. To'g'ri deydi. Opa! Ha? Voy kızım,
Sen olsan geldin lan balam. Kelinglar. Yaxshidingizmi? Voy jinim bolalarım. Yaxshi qaytib Otajon balam, eshitdingmi? Obdan keldingmi balam? O'tiringlar bolalarım. Voy ikki qo'shin qattiq. Otajon balam, sizlar endi ketmaydigansizlar? Yo'q dada. Biz Tog'rayindagi vazifani tugatib keldik. Bu yerda yana 1,5 oylik vazifa bor. Undan keyin biz mushat qilib qolamiz. Hajab yaxshi bo'pti. Nima? Yana 1,5 oy? Ha. Aka, biz bu ishni yana 1,5 oy saqlaymizmi? Nima ishni dada? Chiqinglar to'y ishini. Qizim, sho'ng'ib qoldim. O'qishni tugatdim. Bir boshqa bir bo'k lozim debdikan. Ko'zimning yo'rig'ida beshingni o'nglab qo'ysam deyman. O'tganda kaginingda o'qish bitgan hamon to'y qilishga ma'qul bo'lgandim-ku. Lekin Adil akam bilan bo'lishni o'ylamagan ekanman. Adil akam bilan bir navr tursak, qandoq bo'ladi? Bir navr bo'lsanglar nima bo'pti? Navriga chetish azaldan bor ish-ku. Appa, navriga chetishning ziyonliqligi to'g'risida shuncha ko'p xatlarni yozsaqmi, nima tushunmaydigansan? Ishkinglar to'y qilsanglar, oltin uzukka yoqut ko'zdek yarishtirmasmi? Men pelak bilan xamak, go'sht bilan so'ngak, yog' bilan börekning ayrilmag'ini yaxshi deyman. Odamni hijil qilmag'ini. Bichara akam, sizlarga uy tutib berman deb 5-6 ming qo'y pul xarjlab, hamma tayyorliklarni qilib bo'ldi. Endi men akamning yuziga qanday qarayman? El jamoatga nima deb javob beraman? Jinim aka, sizlar bilmaysizlar. Adil akamning-chi o'zi bilan birga kelgan loyig'i bor. Nima? Loyig'i bor? Tojigilni o'z oldiga loyiq deb topdimi? Hozir qashlarni shundoq. Boshqa yoshlar bilan nima ko'rim? Sizlar bizning o'z bolamiz. 10 yosh vaqtinglarda maslahatni pishirib qo'ygan. Biz sizlarni bir-biridan ayrilmasin deyapmiz. Dada, siz nima deysiz, men qo'shilmayman. Nima? Sizlar bizni el jamoat oldida rashva qilmoqchimi? Shundoq, uning ismi Tojigil. Yo'q gapni qilmag'ini. Odiljonning chekisi qisadigan sendek Tojidil tug'ay yerda haramga bormagan hojixonni nima qiladi? Odiljonning qulig'ini akam o'zi buraydi. Opa, unda qisaq atlashmaydi. Atlashmasa atlashtiramiz. Opangning qo'lidan nima ish kelmaydi deysan, o'zim atlashtiraman. Guli bilan, xili bilan degan shu emasmi? Opa, bir narsa turavatdi-ku. Oy, qanday qilay ko'nglim ko'ydi. Voy Aysxon! Voy Aysxon! Bormisan? Voy Aysxon! Ha, aka keling. Men sizni izlab bormoqchi edim. Oldimga bormisanmi, o'zim izlab keldim. Aka, yigit so'zidan qaytmas, yo'lbas izlin degan gap bor. Chiqqan so'z otgan o'q deganmi gap bor? Aka, deb ketma. Hojigul degan qaysi toshga minib chiqdi? Qani o'zingda baqa, Fazlaxon nereden paydo bo'lib qoldi? Sen aka, xili yo'g'on so'zlaytdingiz. O'zingizning balsini boshqaramabsiz-ku. Ukam, senmi hammani og'zing qartalaytding. Ajab o'zingning qiziga kelganda gap o'tkazolmabsan-ku. Siz to'xtab turing. Ularning mening qo'limga tushmaganini men ko'ray. Ukam, senmi aldirab ketma. Teğe ko'rdigan o'yin oldimizda. Tajgül to'xtab turing. Adil aka. Akşamchi, siz o'ylagandek bo'ldi. Rasmi? Opam bilan tog'am ikkisi xuddi cho'ch xo'rozdek cho'qishib ketdi demamsiz? Voy, xudoyim, nima qildirgansiz bu yerda? Ko'rdingizmi? Endi ular o'zimizni bir ko'rsatib qo'ymasak. Odil, bular. To'xta.
Ha, qanday avvallar? Seni ıskatma. Yaxshi so'z qoldim. Qachon uy yetib borman deb beshib qilib turibdi. Bu yoqdan kelyapsiz taqa. Maymuni hali yo'qlab kelyapman. Sencho. Men tayyor davolashdan qaytib kelyapman. Bolam, senden bir gap sorsam bulamdı. So'ravering taqa, so'ravering. Men seni kuyg'ul bo'lgan bo'ldi deb bir qusal bo'lgandim. Endi anlasam sen o'lmabsan. Bizni qizni yaratmadingmi? Hargiz undaq gap yo'q taqa. Biz maktabda ojiz, kasal, faqa odamlarni tahlil qilib, bu odamlarning mushundaq bo'lishiga sabab dal ota-onasining yaqin tuqqan ekanligidan bo'lganligini bildik. Ha, mundaq degan bolam. Undaq bo'lsa mening orzu bo'lib qolganligim shuning ekanda. Mening onam bilan dadamni oti jamoat tuqqanlar ekandik. Hükümet bizekler köyünüp alayta mektep iş pikende bulab kandağa. Oy. Allah. Hatağa. Birayırın bağırıp ketingen Yok. Şu boyunun pakalığı soğuşta tutup uzun boğan bolsa yıkılmaz iken bular. Sayın tağa. Sizin ballarımız başında aciz, keselçen bop kalsın meyli mi? Yok bulam yok. Ballarımla herkes bende keselçen bop kalmışsın. Ne öyle vol işte kılamlıgan. Ben buradaki kaçı kaçtırım ben. Kıtırmayın benden. Kilon tağa, kilon çıkıverin ha. Tağa. Ayşkan'ı pamuk deyip köndürelim siz. Köndürmem dıgan. O benim gipimni cezben anlaydı. Bırak Sadırak'ın anlap kalsa dönüp kalamam. Taci gel. Anlasam, Adil'nin ata-anası toyga tayyorlik qilayotganmish, rostmi? Rost, mening opamni to'yga tayyorlik qilib yuribdi. Nima, ikkimizning to'yg'imi? Albatta, ikkimizning bo'lmay, kimning bo'lmoqchi? Gaplaringiz qolashmaydi-ku. Nimiz qolashmidi? Ikkimizning yurayotganligimizni sizlarning o'yidagilar bilmaydigan tursa. Uqtirmiz, hamon uqtirmiz. Yo'q, Tajigil, mening ko'nglim bir narsani tuyib turyapti. Bu ishning tagida cho'qim bir gap bor. Voy, nimda jo'ylayapsiz? Tajigil, men sizni rostli yaxshi ko'raman. Agar kunlarning birida sizdan ayrilib qoladigan bo'lsam, men bu ketishimni tasavvur qila olmayman. Kızım, masavatdagi to'g'ashlarni Odiljonga berib qo'ying. Ma'qul. Harasi ismingiz nima? Hojigul bo'laman. Nima? Odiljonning savoqdishi Hojigul bo'lamsiz? Kızım, ati tushdi bizni uyga berib o'tirib keling. Ma'qul, xo'shamsa. Yiliqa Hojigul degan qizmish ekanda. Acayip chiroyli. Kim chiroyli ki? Oy, Saymaxon, Hojigulmi chiroyli? Sizning qizingiz albatta chiroyli. Hep bunu demez. Baldırımız kim yazkıysa şu chiroyli. Oy, Saymaxon, ikkimizning gapi bir yerdan chiqadigan o'xshamadi. Men shunday o'ylab o'tdim. Saymaxon, anglamag'anmidingiz? Chiroyli emas, ko'ygan chiroyli degan gap bor. Hozirgi yoshlar ichida-chi, mushpati va oqdigan bo'lib qoldi. Akilan qo'lingizni. Akilan qo'lingizni. Oy, yani sizin kuchunuz yetmese, ya xotiningizning kuchunuz yetmese. Sizim arzu tutsam, ig'rim 40 kilo tursa. Odamlarning sizni Saymaxon xotinning qo'qidi degan gap bika emas. O'zingizmi? Xotinni qo'qlar kimkan? Kim bo'ladi siz? Siz. Mayışxan, siz eringizni qo'rqmamsiz? Men sizni Mayışxan bunak erdan qo'rqidi desam, xafalamsiz, xafamamsiz. Men g'orrasdan erimdan qo'rqaman. Bu bizga yarışıdı. Biroq ahaqlar xotinning qo'qisi yarışamdi. Ha, hurmatli Mayışxan, yiqing keling men sizga deb beray. Voy, ner bering, usti beshimni hal qilmas. Hurmat deganni qaranglar. Kim sizning hurmatligingiz ekan? Boy gap borasida Mayışxan monakda oldingiz-ku? Sizmi mening terkiligimni bilib turib, Saymaxon xotinni qo'rqidi deysiz? Ma'qul. Men unda demay, sizmi xotinni qo'rqidi demang. Jinim. Qassobiston kelay yakshanba kuni do'konlardan 40 kilo taqlan go'shalaman. Albatta bo'ldi, Ayshxon acha. Lekin buncha ularjiq go'shtni nimaga ishlatmoqchi? Qo'llariga bag'aq tekkanda bilalar. Ha, bo'pti, Davitay. Qizim Tojigul bilan Odiljonning to'yi bo'lmoqchi. Anglashimcha, qiz o'g'il ikkisi to'y qilishga qattiq norozi bo'lib yutibdimish. Shundaqmi? Ularning ra'yini ish qilmaymiz-da.
Navaşsan, kile yakşenbesin dükkanlarını 200'dan çoğundan alma. Toyuqlayıp yapsa. Boladı, biraz saymakın bu toy koşulmaptı o. Onu özem jigelleyim. Maqul, tad oqıştıp yektireyli. Saymakun, Aysxan'ı gep fikirgizemepsizde. Hey, qanç qıqan bilen xotun kişiге kişinin çangıldı ki. Çoğun da Kanda, men xotunun aldıda müşkaldı ki çaşkan bolup kaldım lan. Nime? Kishi boğanı tuşluk, öpkünüz yok kende. Rasteş, öpkemnin işte iş kısmını doktorxanda operatsiya qilib keçirtken emasmi? Sizni mi aziz tutsam? Şunun mu məzlum kişinin aciz olup kalan? Yalnız bu emas. Aşkınlarından yerim kesildi dedin ha. Şunun mu xotunun qoqandı kişi? Ağzımızı ot kessin ilayim. Siz yanına... Ot kessin, tilim kurusun, ağzımdan çıkıp gitti. Hapıman, hapıman. Mayısxan, gipimi quraqsının. Özünüz obdan bilsiz. Men işqitim çoğun operatsiya kirgende, o qadinas xotun meni neç aylab kechkiniz baktı. Operatsiyada kan çırap başımda kessem, kan verip tutuldu de. Onun tombul kan, menin yürgüm akkan tutsa, menin yürgüm erimediğin taşırak mı? Men bu işlerde tesirlenmem demen. Onu rast dediniz elbette. Bırak. Depikine, men de xotun hürmet kıllığa, xotundun qoquduğu degen namını ilişkirek mi? Yoki 5 yaş olup soyan ilişkirek mi? Rast, sizdek otdan ahaqlağı behmi kampipilidu. Hep böyle. Bu gibi cayda. Men de unda adam yet ıklimde tüpülmeyiz bana. Bu kadına xotol, beni capayımda tol tattı. Şu o beni düşkelisi mi şükürmen, vakısı mı şükürmen, tülüsü mü şükürmen, usa... Nime? Şunu uğramdı peki? Ursa şükür dikensi de. Yak, uğramaydı. Urs şükürmeymen. Əbələ, ursuz şükürməysiniz. Siz deyən əkşəməz mi? Şükür kütəslə, olduğunu kuyunda kışma cinde kayıp bulma. Koy. Mana. Yok be. Xotununuzun qoxmaydıkən. Rast değilsin. Bu mu xotunda qoqqanlığım emas. Oylap görmemsiz. Tinim aciz. Hem kisaten bir adam tutsam, taşıyla yanaklı tavuğallığını ne tükegen? Bizning Sadir axungo ikki gapning biri bo'lsa, men degan kishi to'y ishiga azaldan dodi o'zi ega bo'ladi deb og'zimni ochmay kiyotdi. Bo'lmaydigan bo'lsa bu ishlarni o'zimni saramjonlashtirib yetadi. Saymaxun, Aysxonni gapga kirgizib, qulg'im to'lg'iy olsingizda, u vaqtida hamma odam sizni Sayım Nochi degan bo'ladi. Sizmi shuda qilmay. Daqiqinga Aysxon baxli joyil, gapimizga kirmizchi. Gapimga kirmsa, atana qishga sotaman. Adivini toz beraman. Peshvolar urib, testaklar ingaklarga samsoq qilaman. Qanda xotunda qo'qib ekanman, xotunda qo'qidigan joni shu ishtaq tashlab beraman. Bilib qo'ying. O'kam yerim bo'lgan bilan, jigirim putin. Onda xotunning o'shig'ini chiqib, 5 bosh chiqib, payxani chiqib, 10 bosh chiqib, o'shaqni tushirib qilitaman. Hay, Sayım Nochi. Kalspon. Kimning payxini chiqib 5 bosh chiqmoqsiz? Kimning pochig'ini chiqib 6 bosh chiqmoqsiz? Siz dedim xotin. Ems kimni deding? Xotin almudayning payxini chiqib aytadigan. Ne? Düşüp gidip bir kere otel taşlattı. Hey, muzay yıkıldı tutmandı. 30 yaşlar sapsak tutmandı. Sen beni akmak etmekçi mi?
İşkinlerinin, bayınız kan getirenlerin hemmesi anlap oldu. Kotor, ocak büyükünü herkes atmasın. Hey, sen beni aklık etmek için mi? O kokularla. Sen yemin O ederim. tuvalettekilerle. Oy, bu nerede görünmeydi. Oy, kandak kılan. Saymakon. Yerinizini koğlağını toydunuz mu? Hem bir yeri zahmilensin çok yine. Siz onu gördüğünüz var. Vay halayım! Adam bana! Saymakın tuğluksun düşüp gitti! Estağfurullah. O bizim görünmeydi. Sen hayat bakarsan bu. Hem de söz içmesen bilen. Siz bununla! Ağzınızı cimam. Sayma akınca bak tahtının üstüne yetipti. Hem de ne evet işkimizge geldi. Nime? Nime kımakçı? Bilip koyun. Menin etim saymakın emez. Yerinizni koktalığın bilen meni koktamayız. Nime? Toktap durun. Siz bütün fitne fasatlık kılıp, gayret kılıp, şikayet kılıp yanımı demeksiz. Ben sizin tentibine cinim. Hem de göçbekin akını. Toktap durun. Ben düşemeydi demsiz. Şuradan bulsam közlüğünüzü küstüm demezsizden. Hep ottan kılın. Beni hem de şu bakar. Meryem'e de yaxşımsız. Yaxşımısınız? Madem yaxşıdınız mı? Hey, anlaşımca senin ailenlerde toyga ciddi tayyorlik qilyapti. Rost shundaqmi? Ha, shundaq. Meryem'e de mush ish to'g'riliq sizni istab kelgan vaqtingiz bormiki? Vaqtim bor. Yuringlar, ishxonada so'zlashaylik. Hammani qilgansizlar. Gap qilsa, saymoqingni gelvana. Nimalar deyishlar? Deb baqsa, Nimeler deyiştiler? Kızlarını zorlap salmakçı ya? voy qo'g'amay, aylanib ketay. Odiljonnichi, akamning o'g'li demasam, o tepilmasdan qo'mis emasdi. Bo'ldi xotin, kendini yiga kirkitib bitizalaring dedi. Hilbika, ko'g'ig'im ko'chdim. O'tirg'ina. Hech gazetmiştim işte. Hem de bir çıkıp bakın görüp bakayım. Hem de bir getirinin. Ağzını anlap dostlar. Yattın çıkpa yakşı demesem çok. Sizin oğulları verdiğin çıkpağın kızım yoktu. Bilip koysa. Adılcanğımız size iyi olanmayla. Toyğımız size iyi olanmayla. Kim iyi oladı? Akam özü iyi oladı. Manim ben iyi oladım. Akıllı Adılcan'ın babası bolsa ben anısı bolayım. Ben de iyi olalayım. Kollardan kepti yağcayınızla. Bu toyunu kıyğınımız kıyğın. Silimi kollardan kendini kısla. Bu toyunu kağızmayın. Tolacılar naşmışsa, muşketlerini akam anlaydıgan bolsa, çaşlarını birini koymayızlıp kolları katpırdı. Ben mi kokmayın? Mençü, ädin kokuduğun hotun emesmen. Sadır akındaki Osman şotusunun ki tik sakallarını bir taldım julup, jumdap kolu vermen taza. Kanda kokam dikenme? Ay Mayısxan. Sen kimnin sakalını yumdamakçı? Ha? Ben Osman şotusu olsam sençu, ha? Sen ime, gep kıl, ha? Ben Mayısxan monet, nimdisli şu. Ben silini demedim, siligi tiltek kızmadım. Xuda hakkı. Xotin, yağan gep hem de ahmaydı. Rasın denle. Menin sakalımni zaten nemiş yumdamakçı? Menin sakalım nemege putlaştı? Oy canım. Rastın desem, otandaki tağıl peki toluca akırap. Kulağını yanına aylandırıp etti. Şu tağıl pekininki sakal burtlarını bir taldım. Vay. Erden kokmaydıgan noç henimden alfazını karmamdıgan. Sadın kokkan çöcüdek çürükla. Xotin, zaten neme gep bu? Hürmetlik tadısı, sakallarım menin kolum teyatmaydı. Akamның micazini obdan bilirler. Rast gap kısla kutulurlar. Yalgan gap kısla tutulurlar. Baynındağa ögüz turip kılan gaplarının hemmisini birbirlep disle. Aval özleri diğerlerini disle. Uy, hem işini buzup atkan sili tosla. Men nemin demek istim? Sili. Yutuğuna çıkırlar. Singlim Mayısxan, bu işiniz bombaptı. Onu derhal çıkırıp bitir. Aka, hazır men sizge hemmin süzlep verir. Oy, acıkamның maşinisi mi neyme?
Ben çıkıp qarab baqay. Oy, rosa hacıkam kep qalgan bo'z, qandaq bo'lg'ini? Nima degan sarchilik bo'ldi? Ajab undan bo'pti hacıkam. Molla acıgam ketdi. Qarvaq ko'pchiringlar. Das qarasana, chapsin bunu chapsin. Satlashmay. Men dasxon salay aka. Voy Aysxon, Saymaxunni darhol chiqirib eting. Molla acıgam jidal o'g'ini siz Voy, aka uni chiqirib bo'lmaydi. U bizni ajratmoq. Aysxon, ko'z yoshingizni erting. Yig'lamay kulib o'tiring deyman. Endi yig'layman. Toza yig'layman. Astagfirullah xotin. Molla acıgam kichik bola emas. Viloyat siyosiy kengashining raisi. Mehmon kelganda yig'ilsa sat bo'ladi. Sat bo'lsa bo'laversin. Men o'zim yig'lab oldimmi? Jenim xotin, qo'l sunsa yang ichida, bosh yerilsa bök ichida deb chikan. Xafa bo'lmanglar, o'chinib qolay. Men endi xafa qilmayman. Men namaqul bo'lay, yig'lamay kulib o'tiringlar. Kulib o'tiringlar deyman. Assalomu alaykum. Acıgam ketdi. Va alaykum assalom. Acıga, qanday qilinglar? Katish kallama. Alhamdulillah. Yaxshi. Qani. Aka pikasi acıga. Qani. Pikasi. Amin. Allahu akbar. Qanday qilinglar salomat. Obdan turiblar tallirsa. Alhamdulillah. Qandayroq ahvolinglar? Mayt yaxshi, mayt yaxshi. Yaxshi. Hammanglar g'alit ko'rinsizlar, zodi. Nima ish bo'ldi? Hech yo'q. Molajga choy isla. Hech narsa bo'lmadi, mollajga. Biz jidal qilishmadik. Sadraxon, Moysxonga nima bo'ldi? Molla acıga, xotin kishi yerim sarang debdiki. Endi qanday qilamiz? Biz yerim sarang emas, yerim dunyo. Bilamla, men tex jidal bo'lganini bildirmay desam, nindab jo'lib suraylar? Nima deydigan sen xotin? Fikrlarim, oranglarda ko'ngilsizlik bo'lgan deb turdi-ku. Bu zot nima gap? Ish taqildayotdi-ku. Ishida kim bor? Yo'q, bizdan bir yomon o'g'loq fasti qo'shnilarni uyga chiqarib xat qilib shuni so'rab qo'ygan. Qirqimga o'g'loq o'xshamamdi. Men bir ko'rib boqay. Aysxon, bu nima gap? Men ichizday hajga achay. Faziljon, sizning uy bir bosingiz bo'ladi. Otam sizni ko'rib baqsin. Nima? Yo'q, bormayman. Otangizni qo'rqima. Nima? Opam odam yeydigan bo'ri emas. Sizda men bilan to'y qilishni xohlamaydi ekansizda? Nima? Xohlamandigan. To'y qilishni kunda degidek o'ylayman daga. Amsa, nimishqa bizni uyga berishga unmaysiz? O'g'il bostirib tatnamsiz. Basamı baray. Biroq eng yaxshisi optirishgan berib kelgandigim baray. Ay bo'ldi. Tolaman kitap yotlab berivermigina. Aysxon opa. Buni bilgan bo'lsak, sizlarni doktorlik maktabiga evatmagan bo'lardik, jenim bolam. Ay qopqina aldim neri. Ey, tuta. Ayotqanning peshin tuta, ayiqni tuta. Tat oldinga. Tat. Aysxon opa, meni gapimga tugimidi. Urug'tashlik kasalda tug'u millat baktula, taqaymig'i qo'ymi tas qarqinmaydi hech davom. Kendimizi koçaktık, başı yuğan kapaktık, boynuzunla sapaktık, kutuğu çıkan dombaktık. Çek çişer tozlaktık, bilekleri baldaktık, mümüşleri dongaktık, kuruşları tongaktık. Vay muhtam. Lekin senin gipinin hepsi yalan. Ayol kişi, iki kat vaktida toşkan qarsa, balısı küçük olup kalır. Şeperengi qarsa, bas qarıb qalır. Kilagi qarsa, bas çulaq olub qalır. Qanda, men bilmem dikenmi? Aysxon opa, bu gipinizde ilmi asası yok. Nima? Sen öz gipingni yo'g'lasan, ilmiy asası bo'ladi ekan, mening ilmiy asası bo'lmadi ekan. Hökumat kitobning hammasini sen uchun chiqarganmi? Aysxon opa, siz yana tushunmayapsiz. Men nimani tushunmabdiman?
Sen mektepte hacık varmıgan Hacıxan'dan birini tip varsa, onu mu düşendin? Hacıxan apa, Hacıgül degan qiz Tacigül'ün en yakın dostu. Tacigül'ün layıqımı mening en yakın dostum. Bundaq turug'liq. Ne dedin? Rasxudaq, onun ismi Fazılcan. Ağzını yum. Kötü undaq Fazılcan'ın. Oppa, nimdaq tatırlıq qılsız? Olam, kız val turup, anasından besorak muhabbet tallaş degen neydi var? Nikah tüzümge xilaf mıdı? Neme? Nikah tüzümü de kız vala baş-baştağılık kızsın depti mi? Beş kayıgan, püt kayıgan yeldi jürüp, öz aldığı egtigi varsın depti mi? Oppa, siz nimelerden davatsız? Men nime davatım ha? Sen nime davatsın? Niman dep gep kımısak, palan, pöküm dep. Menin doppamga jigdi silip, akamның vurtığı çangı tızmakçı mı? Oy boldu, men boydan ketay. Ne ketmek cidden? Tete ısrağım ha? Yalçağlım ha. Bu egi kemmezki çarem yok. Erşi Allah'ı çıkıp geçsen mi? Yanıla men senin aban. Canım appa, men sizin kızınız. Bırak men iş kıpamsam bulmaydı. Hoşça appa, ben kettim. Vay canım kızım. Haris appa, bugün birisi bizning öy kelmekçi. O kişiye qo'pollik qilib qo'ymang yana. O kişi... Bo'ldi, sen ketavergin, men o'zim bilaman. Ay bichara qizim. Men o'taptish Odilning o'zi tepagan loyiqni mehmon qilamdim. Voy dadisi, xop bo'lmay gap qisla. Nima? Hammani qilgan sen. Mendan o'g'irlikchi kelin tanlab yurganingni ko'rmamdigan. Dadisi, mendan o'tapti. Qizining keldigan vaqti bo'lib qoldi. Chandurmay o'tkazib yetadi. Men bozorga berib kelay. Kes. Lekin mening gapim gap. Odil o'zi tepagan qizni hargiz öpmayman. Uy. Estağfurullah. Ya Allah, sayma. Ben sana ağrıyık da qoğulluqni bakılı koysam, müşadim oturamısanlık qandaq oldu? Vay xotin, hapımağına. Benim ağrıp doktorxana berip geldim. Ne boldun? Yani al küçüğüne kep kaptı o. Ne bolattı? Erik Tacigül keptiken, yani özünün gepini yoğultu vatıdı. He, şu kep ma. Ben erik layıqını köydüm. Kıl kambaş kambalı iken. Ya Allah. Körüşküm ülgədinli mi texər? Bol kızarmanlar. O tık suyla küreşkili gelmekçi. Nima? Küreşkili? He? Erik Tacigül degen meyman. Fazılcan şu kende. Ben onunla körüşmeyim. Kesimi qoğulu bitimi. Xotin, ülkege mimarını qoğulatken nerede var? Kadırsın adımca çıkılmayı bulandı. Adimi gerçiliklim için yolu dara kılarını. He. O bakıran... Oy. Lekin Fazılcan Ceyran aldığan bir küt olsun kızımını aldırmayayım da. Yo'q. Biz bununla xotim bermsak bo'lmaydi. Tekshirish qaraganda bizning noyimizda ersiyat keslik giribtor bo'lganlar oz emaskan. Biz tibbiy xodimlar o'zimiz namuna bo'lishimiz lozim. Bo'lmasa boshqalar qanday tarbiya bera olamiz? Bo'ladi. Yig'in mishagicha ichiladi. Hey, Adiljon. Abdus hakim. Tacigül, sizlarning talabinglar bo'yicha Maryam ikkimiz hozir uyinglarga boramiz. Bo'ladi.
Beştiripler. Beşik. Otur. Aysan acha, mening kelishimdan xabarlar bormi, qandaq? Ha, xabarim bor. Hilqi, Fazılcan deyemiş kendi. Ha, sizni saqlab o'tag'andim. O'zlari mening kim ekanligimni bilmaylar-ku deymi? Bilmem dağan. Men siz to'g'riliq hammani anglagan. Hammani obdan bilaman. Tajiguldan anlatdı ekanlar-da. Ha, Tajiguldan anglagan. Tajigul bana istedik sözlerini to'liq aytdi. Men uning ko'nglini tushunaman. Shunda xummam dağan. Tajigul albatta ko'ngillik gaplarni sizga deydi-da. Siz onu tushunmamdingiz. O gaplarni men qayta so'zlab berishingizdan hojati yo'q. Men uni anglashga mening muroyim yo'q. Ustab qolgansiz. Qo'g'iying. Bo'ladi. Sizmi? Eling. Hacı degan mushub qolmisan yana? Assalom. O'zlari Sadirkan bo'lamlar. Shundaq. Keling, ko'piga o'tiring. Rahmat. Sadirka, men bugun tushdan burun sizlar bilan ko'rishga va'da bergandim. Sizlarni saqlatib qo'ydim-ku deyman. Yo'qsa. Dal vaqtida keldingiz. Men sizni kutib o'taman. Aysan acha, quloqi yaxmasa bo'lmaydi. Nikah meselesi kichik ish emas. Odamning umrlik hayoti bilan munosabatli cho'ng ish. Sizlar qanday dedi? Nimandaq padishapni bilmaydigan nima bu? Aysan acha, gap qilmaylar-ku. Ukam. Mening gap qilmaganim tuzuk. Gap qilsam bekor ranjib qolasiz. Qaraganda rostili joyil ekanda. O'tganni sal besib olay. Ukam. Qancha yoshga kirdingiz? 35 kirdim. Nima? 30 yosh? Shundaq. Bu yil dal 30 yoshga kirdim. Belli. Xudo urgan qari qizkan-ku. Bu o'g'lim Ahmaqning peshini aylantiryapti-da. Ma ishni ko'ring. Sadirka, men bir muhim ish to'g'risida sizlar bilan so'zlashmoqchi edim. Nima ish bu? Odilning nikoh ishi. Nima? Odilning nikoh ishi? Sadirka, bu nihoyat muhim masala. Nikoh ishi, ko'ngil ishi degan gap bor. Odiljonning to'y masalasida uning ko'nglini hisobga olmay bo'lmaydi. Uning ko'ngli kimga tushgan bo'lsa, albatta shuni ep berish kerak. O'g'limning ko'ngli tushdi deb mush qari qizni ep berandim-da. Sadirka, gap qilmayli-ku. Bu ishda men Odilni qat'iy yo'lga kirgizaman. Hozirgi yoshlarning ko'zi qarg'u, gul bilan qozg'onni farq etolmaydi. Sadirka, Odiljon o'zi tanlagan loyiqni tangdoshsiz gul deb aqida bog'lagan ekan, shu gulni cheksiga qisib qo'yish kerak. Sadirka, navrini navriga chatqanda aplashmay qolsa, yaqin tuqqanlarmi ayrilib ketadigan ish chiqadi. Singlim, men sodiga emas. Mendan aniq javob ololmaysiz. Men sizga deb qo'yay, bundan keyin adab qoida deganni oz to'la o'rganib qo'ying. Voy, Sadirka, nim bo'ldi? Nim bo'lganini o'zingizdan so'rang. Sadirka, gap bo'z chiroyli demamla. Nimishqa xafa bo'lalar? Gap sal qo'polroq chiqib ketdi. Shundaq demasam o'zingizni bilamidingiz emasmi? Sizlar bu qari qiz bir kutdek o'g'limni qo'lga tushirmoqchiganda.
Aysqan acha, gapni uzib deyli. Men sizdan aniq javob elib ondan qaytay degandim. Tojgul texmin saqlab turdi. Voy jon, imanda xroda paydak chaptishib oladigan-da. Menda bir ilish varmi tiki. Ey, Aysqan acha, nimalan deb yurasiz? Men tushunmadim. Ukam, mening siz bilan so'zlashgani cho'lam yo'q. Bir ketib oling ha. Aysqan acha, gapimni obroq o'ylab boqasiz. O'ylanig'idek yerim qolmadi. Qani, marhamat. Bir ketin, marhamat, ha? Ma'qul. Oy, nimandaq bizanliq qildi o, jenimni chiqirib. Meryem. Ne buldunuz? Aka qarang. Nemish? Hojining aka so'ramayli qo'ying. Heliqi bizning Tojgulning topqini bir qeri yigitgan emasmi? Voy tova, ma gapni. Odilning topgan loyig'ini osmondan tushgan cho'lpon o'xshaydi desam, uni bir qeri qizgan emasmi? Yuzining qililigini demamsiz texe. Voy. Bizning bolalarimiz sarang bo'lib qopti-da. Shu. Voy, men ketay. Nega borsiz? Shuncha aldirab. Nega bo'ladi? Yana shu bag'aq taqat qilay. So'nam, hech bo'lmaganda ularni gapga ko'ndirib bo'lib, ondan bag'aq taqatsak yaxshi bo'lmasmidi? Aka, hamma to'y jabduqlari bitgan tursa. Biz ularni yana qachonga saqlaymiz? Ap pishdi, buğday pishdi, sen nimish pishmaysan deb o'tiraversak bo'ladimi? Yillab saqladim, oylab saqladim. Bo'ldi, endi saqlamaydi. Asta, bu ishni. Jinim aka, siz bu ishni bel qo'yversiniz, ishning tugashgini shu emasmi? Men qarang aka. Ikkimiz bezda ketib turib olsak, ularning pichig'i suvni kesib, loyda to'xtaydi. Ma'qul. Bag'aq taqalgan bo'lsa, yakshanba kun tavakkul deb to'yni qilaydi. Bo'ldi. Qo'l gap qilma. Bag'aqlar taqilib bo'ldi. Sening to'y qilmayman deydigan haddingni qilib qo'y. Sening boshqachalik qilgan vaqting. Tojgul, sizga nima bo'ldi? Opam jahillik qilib so'rlayotdi. Bo'ljig'ima Tojgul. Adil. Qo'y, apa. Senin bolam. Apa qanday qavalinglar? Siz tutdingizmi? Voy sana qanday. Kızım, yig'labsan ku. Ha? Xavrim var. Bu aslında Aysxan apang bilen Sadraxın tağanın ki uzun yıllardan beri pütüşken işiyken. Ula qeyrindaş kudu bolumuz dep o'tdak qizib turgan vaqtida men albatta ma'qul bo'laman-da. Qizim, o'g'lim Adiljanni yoratmay shundoq davatmagansa? Yo'q, Maysxon opa, o'pdan o'yinib ko'ring. Nevrin chetish butunlay ko'niliq ish. Siz tushunmayapsiz. Adilkamning do'sti, mening eng yaqin do'stim. Meningmi Adilkamning eng yaqin do'sti. Mening davatsa, Adilkamning do'sti. Sening do'sting. Voy, tushunmadim faqat. Adil, nima bu? Oxir bunda bo'lishini biletdim. Qizim, nima bo'ldi?
Dada. Dada, bu neymiş? Yatakta otasam bir eylem bu bağıkta kirper. Bu zaten neymiş? Bana bana görüşünü körsen bilise. Biz koşulmaydır, bizni zorlaşkı neymiş hakkınla bak. Neymiş hakkımız yok. Seni biz bekip çoğun tutsak. Bu özümüzün erkinliği. Kurup gelsin ondak erkinlik. Balı öyle qarzını ada qilish, ota-onaning shillisiga ish. Men sizlarni o'ylab qo'yol dedim mi? Adil, bag'oq taqilib bo'ldi. Sen bu to'yni qilsangmi qilasan, qilmasangmi qilasan, qilmaslikqa hadding emas. Qat'iy qilmayman. Agar uni san ota bolliqdan tan. Aymakın, endi gap ikkimizde kaldı. Sizler. Qaraganda jidal qilishmasak bo'lmag'idak. Biz ko'nsak bolalarımızın tugashgani shu-da. Rastoyet Başkan. Şunu kokmang men bor. Endi qilmasa, menga ekshida qadar. Rast. Oğlum için can fida. Ben koymayman hiç qachon. Men qizimning baxti uchun ilishime bir meydan. Oy saymakın, aslap kaldınız bu. Gözünüz kudu işittin kokkan müşükler sağırap mı ketdi bu? Kokulup da işim mamalatı da. İşek kuşun yetmese, o tokumu diyen şeker. Ozdurman, biraz diki bu tokam kuşumuz yetmez bokkamısı ya da. Ondan yap ya. Başkan, kimin oldu? O müşkülükler çaşkanlık mı kaldınız bu? Kokutar sen? Yok, korkmayın. Ben korkmayın. Oy saymakın, köydünüz mü? Ayskan bilen Sadırak'ın turudu. Ama işinizin hiç mağmaydı. Hayır, mağmaylatsın da. Kokvatam diki. Nasıl kokutamdı ki? Beni hiç kim kokmaydı. Ayskan'dım kokmaydı. Kokmaydı. Yerip kağa okşaydı. Yerip kağa okşaydı. Mağmaylatsın da. Kendimiz yansak mı ki? Yansak yanaylı, yolda uçturuşup gelip yani ciderleşip kalsak set bular. Doğru ettiniz. Yol ciderleşip kalsak, ülke keçken aldın set emez mi? Aklınızı yanaylı kadar. Yanaylı. Yanmışsak çatak. Bakayla. Kıdayla. İçtim ya. Mağmusak olmaydı. Bunu çatak. Başkan, endi korkmam. İkimiz muşu kötekte kıtıp durmasak, ular hiç mi kılamaydı? Aka, sidak yakından bakın takıp oldum. Köngümüz endi aramız. Elime Xudoga shukri. Uxlaydigan bo'ldik. Shundan ha. Xotirjam bo'l. Xotin, nemish qilib o'chib o'tirsizlar? Bu ishkinglarga nim bo'ldi? Xotin, nemishqa gap qilmaysizlar? Nim bo'ldi? Bu nimish gap qilmaysizlar? Og'zinglarni zamas qilib oldinglarmi? Sizlar nimish o'g'il bag'aq taqibsizlar? Nimish mesaj solmaysizlar? Men bu uyning odimmi emasmi? Mening nimishga xabarim yo'q. Men bolaning onasimi emasmi? Xotin, bu ishqa uncha xafa bo'lib ketmanglar. Ko'nglingni kengroq tutinglar. Nimishga xafa bo'lmaydim. Men bu to'yni qilish qo'shilmayman. Men norozi. Voy, aylanib ketay. Alfozinglar bek yomon-ku. Bilib qo'yinglar. Biz bu to'yni rozi bo'lsanglarmi qilamiz, bo'lmasanglarmi qilamiz. Qilganimiz qilgan. Shundoq. Biz bu to'yni buzgan. Rost. Buzg'unimiz buzg'un.
Estağfurullah. Hey xotin, bu to'yni qilmasak bo'lmaydigan yerga yetdi. Biz bu to'yni buzmasak bo'lmaydigan yerga yetdi. Estağfurullah. Hili bakasini. Nima? Meni urmoqchimi? Mana urslar. Qani? Hili baka ko'kligini ko'rsatma. Men endi qo'rqmayman. Jonni tushdim. Bo'za olmayman. Yo'qol ko'zimdan. Xetini al. Uydan chiq. Uydan chiqsam chiqaman. Lekin bu to'yni qilmayman. Ikkinchi bu oyni bastmayman. Ko'zimdan yo'qol. Nega bo'lsin bu? Oy, Meryem. Meryem. Abdursakinmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaqindan beri ishlaringiz qanday ketyapti? Hey, Meryem, nega berib kelyapsiz? Maz bo'ladi. Sodir kamligiga berib, ho'yliq kiramay qaytib keldim. Nima ishqa? Ishtuvamika? Yo'q. Men endi ularning uyiga kirmayman. Zodi nima ish bo'ldi? Men bo'ladi. O'tgan kuni Sodir kamligiga berib, Odil bilan Tojigulning ishlari to'g'risida so'zlashsam, meni qo'llab chiqardi. Uning ustiga kaynimdan qayri qiz degan gaplarini anglab qoldim. Men endi qanday bora olayman? Unda qilsa, men o'g'il bo'lmamdi. Xafa bo'lmang. Siz baribir qayri qiz emas. Yo'q, men rost qayri qiz. Men 30 yoshga kirgich to'y qilmagandan keyin haqlar meni nima desa haq. Shundoq o'qish va xizmatlar bilan bo'lib, yillarning qanday o'tib ketganligini sezmay qoldim. Endi bu ahamiyatga qoldi. Undaq dema. Qarag'anda ikkimiz o'xshashganmiz. Ha. Siz mush vaqtcha uylanganmi? Shundoq. Ishonmayapsiz. Tova. Yot kishini o'ytsa, hamon yotlig'ini qildi ekan. Hey, yot kishi sizlarni nima qildi? Yot bo'lmasanglar, bu ish chiqmasdi. Sizlar aka kishimizning qarindosh qudvo'g'inimizni ko'rolmayapsiz. Men baribir yot bo'lgandan keyin men bu yotlig'imni qilaman. Qizimga o'zim igdoshlik qilaman. O to'yni qilg'izmayman. Hey, paka. To'ni joylik qilma deyapman. Mendan ayrılsang, kuningni olmaysan. Hali xetimni olmay to'ysa. Qo'rqmayman. Nima qilsam qilinglar. Bunda to'yni qilg'izmayman. Oy, nimada qildim bu? Xetimni ber. Xetimni beraman. Beraman. Gap qila. Bir xetimni bervatgida. Beraman. O'ydin chiq. Yo'qol ko'zimdan o'ydin chiq. Qo'yvetdi. İkinci gözüm görgüç olma. Bunundaki bu soğanqı dəstəkiç olma. Yoxal. Oy. Saymakun şu kıyada. Benim kıyınatında kımam öykürünme. Bunun dikini şikiş kılmayma. Saymakun. Seni kıyada. İkinci kılmayma. Saymakun benim kıyınat kayıp gelinler. Xudo faqat tilmaymi, men namoqim.
Ey anası, sizi qayerda? Qarang'i tushib ketdi. Uyga qaytib kelinglar. Endi jin chaplashadi. Saymakon, dadisi. Canım Maysa Kızım. Dada, ne buldunlar? Apa, sizga nima bo'ldi? Nim bo'ladi bolam. Dada, o'tirim. Voy canım bolam. İş tugashdi. Biz uydan qo'g'landi bo'ldik. Nikah uzildi. Uy mi buzildi? Endi biz qonundan ojiz xitini olsaqlar. Ojiz xiti olsaqlar, hamish tugaydi. Apa, bo'ldi apa, yig'lama. Ko'nglingizni yerib qilma. Unda qasas yo'q, bo'ldi yig'lama. Bolam, endi biz bir oyda bo'lamaymiz. Og'rimiz gap chiqib ketdi. Nima gap chiqib ketdi? Nima gap chiqib ketdi? Chiqitib qo'yitman degan gap chiqdi. Mollardan so'rasam, taloq degan bilan o'xshash bo'ldi, nikoh yonmaydi deydi. Ha, rost. Sodiroxni og'zimi gap chiqibdi. Rasm Maysxon. Ras. Bo'ynini qaqirdan so'zib, ovozini xuddi mo'zaydash chiqarib, qo'yib itimanda vaqirdi. Qo'shnilarning hammasi ağladı. O koyutmadım çıkıtım dedim ha. Oran çıkıtım dedi. Oran çıkıtım dedim ha. Çıkıtım bulsa mı nikah üzüldü yanmaydı. Sayın Tağa, bu dünyada yanmaydığa hiç kandak yok. Balam, başka ders yalgan bilen İslam şeriatimizde bunda nikah yanmaydı. Sizler yaş, bilmezler. Şeriatimde hayırlar yok. Sizler hacıkamını tepip sözleş baksanlar bulmamdı. Doğru. Hacıkamı şeriatte çok emez. Balırım, boldu kaç bop boldu. 30 nesil ölçtüp ne öyküreydigen de bunda bularını oynamakta ben. Öyle arısak kızım semmemine bilip tuğun. Rast oğlum, ikimiz ayrı öyle tutup duraylı. Ben aciz. Şunda kızım ben acil kiselçen. Adılcılıka, siz attırış takım bilen sözleş bakaylı. Bunu da, şundaklaylı, cürüm. Dada, Maysxa apa, sizler oturup durunlar. Bazılı gelin. Makul. Mana hem de öymakansiz kaldık. Bunun ne buladı? Sen bunu kadar erkin bak kaldık da ki. Doğru dediniz. Kirem. Attırış takım. Starkın. Yaxşımsınız? Yaxşı kırdınlarmı? Qana o'tiringlar. Bir ish bilan kelganmidinglar? Ha, bir ish bilan sizni izlab kelgandik. Ha, qindidinglar. Ay sanki yuvatadı. Bizni kepir kepti de. Qarab bakayçı. Muşum mu er oldu mu? Vay ürük. Ne kolayçı? Çok kolayçı. Diye dikenli de. Mundak disle. Akamsın nimandak izlep tapanmayı jürdük endi sen bir ekmek vap dikenli de. Senin bana gap qıqıda 100 lira bam texi. Saymağından talaq olup özlerini koyduğun ya tapanmay kaplığı. Talak demişti. Memi kutlamay arantılgantım ummayacaqtın. Menden ağırılıp onun kançılık gün kögününü görüp bakamı. Vay. Sizler qaltısın o çıkıtınca mı? Saymağındak yavaş adamını öyden kovlap çıkıralıgan ekin. Vay Bedran. Çıkınca akamның bosoğuz kadem koygunumuzu görüp bakay. Maysxon endi hem iş tügeçti. Bu yerda yaxşıken. Men yoqtirib qoldim bu. Birdam aram ele olamdik. Mayli. Xohlasangiz misharqat qiling. Undaq deganingiz bilan mening xizmatim Urumchida tursa qandoq bo'ladi? Maryam, bizning nahiya sizdek doktorlarga bek ehtiyojliq.
Biz böyle işlesek yaxşı emasmı? Bundan keyin sizden ayrılamaydiganda qilib turman. Biz shundoq yuraveramizmi? Men sizga yo'q demadim-ku. Undaq bo'lsa to'yni kechiktirmaylik. Aka çakkan bulun. Çakkan düşün. Oy bulun. Oy nima bo'ldingiz? Nimanda qaldaysiz? Oy işte moyim gap. Hozir siz derhal yol tepsizga. Nima bo'ldi? Uzum daraxtini tuzib berim. Karamet ko'rsiz. Çakkan bulun. Men. O yerda zaten nima shopdi? Vay aka, bağancaqda ko'rsiz çakkan bulun deyman. Lakin fazılcan bilen koşma degan ikkisi var. 3 millikdan bir Sanım. Rast şermendilerçi iş yok demesmi? Eli qağacı gülgen qeri kız del şuke. Vay aka, hek fazılcan degan qeri jigit mi? Del öz şu. Ötkende bizning öy kelgende tava köpünün üstüde oturup qiygan gepleri köknavat qo'g'indimi tatsiqdan. Ularning qipshigan qiliqlarining satligini deymamsiz, yuzi qiylilininki. At aylı xanga, yol sar xanga degandek iş yoktu da. Bizden ballarımızı aylandırganlarmı muşula. Bizden uyumuzu vayron qilganlarmı muşula. Belli. Hemmini qilib atman şular. Singlim, bu kichik ish emas. Bundaq masala qonun bo'yicha bir taraf qilinadi. Biz avval ballar bilan so'zlashib, ondan yeni kelgan Abdurishit hokimni izlab baqaylik. Shunday qilaylik aka. Anglashimcha Abdurishit hokim degan kishini hamma odam odil kishi deb maqtaydi ekan. Bizim berib holimizni aytib baqsaq, balkim bizning holimizga yetib qolar. Qarab baq. Kitapni endi. Adiljon. Ha? Meyoq chiqa. Sodirka, qanday ahvolimiz? Hemen bir çıkıp girelim. Bak. Qaraman. Man qarab İşte dada. Naiti muhim ish. Biz bugun naiti bir cho'ng aldamchilik ansini pash qilmoqchimiz. Buningga qonunni aralashtiramiz. U aldamchilik oshkor bo'lsa, oilamizdagi hamma jidal majra bir xil besiladi. Gapingizni zodil tushunamadim dada. Kagina bilan. Amisa gapni ochiq aytay. Tojgullar ikkinglar ikki aldamchining qo'liga tushib ketibsizlar. Tojgulning Foziljon degan muhabbati bilan sening topgan Hojiguling cho'ng aldamchilarga biz ularni ko'rib qoldik. Nima? Fazılcan bilen ikisinin jirimlikli gaplashib turganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shuningga ishonmamsan? Ishonmayman. Faziljon undaq bol emas. Astagfirullah. Amsi men yolg'a aytyapmanmi? Mening qulog'im gaz, ko'zim qarig'imi? Senin balam. Boshqa gaping bo'lsa, Abdurishit hokimga berdi. Hacıgül, siz tüngün bir oğul balı bilen bir yak bağdınız mı? Nima deyapsiz? Men qaysi o'g'il bilan birga berishim mumkin? Ha bo'ldi. Men sizga ochiqla davri. Anglashimcha siz tüngün boshqa birisi bilan gullikda o'tirib, hatto to'y qilmoqchi bo'psiz. Bu menga haqorat, tuhmat. Mushningga ishondingizmi? Bo'ldi, xapolma. Men sizga ishonaman. Biroq buning tagida chuqur bir sir bor. Nima sir bor? Man qarang Tojgul. Siz shu gapga ishondingizmi? Men sizni qayirib qo'yib, boshqa birisi bilan yurishim mumkinmi? Ha? O'g'il shundoq. Hojika ochqan meni uyda qo'g'lab chiqadi. Men nega borman? Qarmamlar hojika. Sadraxim bozganda mushtimini ko'tarib, meni qo'qitib, uydan qo'g'lab itman deyotdi. Bek so'ravam bo'lib ketdi. Men uni mushtimini ko'tara olamdimi? Shunga qashtir kelgan to'q. Sizlar mashada o'tirib turala. Men chiqib ular bilan ko'rishib kelay.
Qandaqmı qilamiz? Ya bu Abdurish takimni izlab topamizsak, bu kishi idorasiga kelmaydi ekan. Endi biz holimizni kimga aytamiz? Singlim, ancha qaynab ketmang. Birdam saqlayli. Kep qala. Voy, bak, biz kelyapti. Kimdir? Yaqindan buyon xizmatlaringizda qiyinchiliklar bormi? Hozircha hech qanday qiyinchilik yo'q. Oy. Assalomu alaykum. Teşekkürler. Aysxocha, bir ish bilan kelganmidinglar? Ha. Bir ish bilan kelgan. Lekin sizga deydigan gapim yo'q. Sadirka, men bo'lla. Xafa qatlig'i. Aysxocha, o'tganda meni qo'g'lab chiqarib o'tgandilar. Bugun yana bu yerda uchrashib qoldik. Shuni demamsiz. İştnimi çağdisi ketidi. Lekin yüzü qilin adamga faqat amal yo'qkan dana. Aysxocha, jamiyat kundan kunga o'zgarib turadi. Biz 20-asrning 80-yillarida yashayapmiz. Mushundaq turuqliq biz yana navrga chetib yursak, biz davrga qandoq moslashalaymiz? Men qizimni qeri bo'ytoqqa bersam davrga moslashgan bo'ldi ekanman-da. Aysxon acha. Sadirka, biz yangi nikoh qonuni bo'yicha ish ko'rsak bo'ladi. Erkin nikohlanishga to'sqinlik qilmayli. Ben qarang singlim, yangi nikoh qonunida mening o'g'lim jazman bir qeri qizni olsin debdimi? Sadirka, sizlar Hamsi men rost gapni aytsak. Men qarang Faziljon. Siz mening qizimni elishga bel bog'lagan bo'lsangiz, bo'pti, darsani beray. Lekin yanchiqda ancha-muncha to'yli qag'idek 5-10 ming tanga pul bormi? Aysxocha, voy, nima deyapsiz? Singlim, siz Odiljonda yop-yosh bolaga tegib olgangiz bo'lsa, siz o'g'limga to'ylik olamsiz yoki o'g'lim sizga to'ylik olamdi? Sadirka, nima deyaptilar? Abdurish takim. Mani qo'l qo'yib o'tasiz. Hokim? Ufkan bu kishi kim bo'ldi? Faziljon emasmi? Bu kishi nahiyimizga yangidan kelgan Abdurish takim bo'ladi. Maryam, biz eliqi... Man qarang, Maryam dedingizmi? Shundaq, bu o'zlarining o'g'illari Odiljonning muallimi Maryam bo'ladi. Odiljonning muallimi Maryam bo'lamda? Voy Aysxon, bu nima degan rasvochilik? Asta! Nima degan sarchilik bu? Ha? Sizlar bu. Kelinglar bolalarım, kelinglar. Mollachiga, tekshiriblar. Qanday, yaxshi, tekshirib, yaxshi turatammiz. O'rda turamsizlar. Qani kelinglar, o'tiringlar, o'tiring. Ha, bo'ladi. Aha. Qandaroq, ahvolinglar yaxshi? Yaxshi. Amin. Allohu akbar. Sen salomatlari Yaxshi turiblar. Yaxshi. Mollachiga, bo'lgan ishlardan to'liq xabar topdingmi? Xabar topdim. Mollachiga, o'zlari bo'lsalar mashhur tarixshunos arbab. Xalqimiz ichida navriga chetishda ko'ni xohish nima uchun avloddan avlodgacha saqlanib qoladi? Navriga chetish bo'lsa, uzroq ijtimoiy, tarixiy va chunqur yiltizi bor bo'lgan ko'ni xohishdir. Buning manbasi burunqi zamonning boy amaldorlari o'z mol-mulkiga yot kishilarning mirosxo'r bo'lib qolishidan ansirab, yaqin urug' tuqqanlar ichida quduvoji bo'lishni avloddan avlodga davomlashtirib kelgan. Molajika, hozir dal janoblardek mo'tvarlarning yo'lini joriy qiladigan payt keldi. Mollachiga, qaraganda bundaq ko'ni odatlarni tugatishga har qaysilari amal qilishmaslik bo'lma. Shundoq. Bu ishda mening mo'bishim ketyotdi. Biroq ko'nglimga bir plan tukyapman. U bo'lsin. Qani, kelinglar. Qani, kelinglar. O'tiring. Mollachiga, biz bu ishni xato qildik. Biz ezibdimiz. Hamma gunoh o'zimizda. Biz boshqalarga o'g'il qilmaylik. Sizlar bu ishning bir amalini qilib taslandi. Achiga,
Biz bu toyunu kımaylı bulduk. Biz vallahi oval kıdayız. Evet. Şunca köp meyman kesmem kandan kılınır. Bir amal kıtasla acıkı. Aysxan, özünüzni besiveling. Ben kandan özümle bir şey olalayım. Bana koldan çıkıp gitti. Etlikki, minlap, yüzlap meymanlar kedi demez. Ukan Sadraxon, Aysxan, her qandaq iş olsa bağa məsləhət qilishayli. Qani öyə kiringlar. Yürünglar. Xalqi olam Saymağon Aysxan bilan ozishib ketibdi. Sadraxon Maysxonni uydan qo'g'lab chiqarib etibdi desa, qirg'an chig'inglarda sat emasmi? Nima degan rasvochilik bu? O'ylab beqinglar. Bu iş hakikaten sert oldu hacı. Lakin Saymağon'un ağzından gep çıkıp gidip 5-6 gün oldu öyle kemmedi. Xotin, yağa gep qilmanglar. Meni ağzımda gep chiqmadi, o'zingni zo'rlab digizding emas bu. Qani, yuqori o'tinglar. Maysxon, qani o'tir. Buni mendan obdan bilisizlar. Saymağonga xotnep berib, Aysxonni agi berib, ajrashgandan keyin nikoh o'qib qo'ysam, qanday bo'ladi ekan? Hacıka, yo'q. Men qirg'anda agi tegamdim. Saymağon qaysoqlik xotnalıdı. Bo'ldi. Biz yarışib olaylik. Her qandaq günah olsa men boynum qalay. Endi men adam bo'lay. Hacıka, özür obdan billah. Ben kiselçan, ben aciz. Ben bu xotinni ayrılsam günüm tez. Bizim bir amaklık epleşik olsa ben ötünüp qalay. Acika, bu maceralarni xalq olam bilmasdan burun tugit olayli. Saymağon, Aysxan hamma illatlarni bo'yniga oldi. Endi nikoh yanglab qo'ysam bo'la? Qanday? Bo'ladi. Qizim, tuzluq suv bilan non olib chiqing. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qani ağzınızın için. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Yaşlıklı yiğel tutuklan, ağzını tatlı kıygan ter. Kırgan yiğel tutuklan, tüylerimle yiyip etti o. Acıka, etlik nimalar kes qandaq qilamiz? Bunun amalini o'zim qilaman. Sizlar xotirjam bo'lib ketaveringlar. Shundoq bo'lsin. Ma'qulamisa? Xudoyim qamani. Ma'qulamisa xo'sh. Xo'sh, xudoyim. Oturuşlar. Toparlayan güçler koyuyorsa. Vay rahmet. Ablasını arkadan layık oturalım diye. Korkup yapalım. Oy sayımka, amın saklı ayet kaçam
talaqda öyden çıkıp gittikler. Bugün yana apak sapak olup gittikler o. Bu Müslümancılık kısılmaydı o deymen. Makaran, tülümüz taş tutak. Kalla, makaranlar. Ben unda gepleri demeydim. Aytkanın olup çıkıp kakalık için beni zorlap cigizdi. Şundak bolsun o, Hacı Köprülüğün şeriat hüküm boyunca nikah okup etlesin koydu. Akşam kızlıklarının tasvirinden keyin saymağın kotunun kokması oldu. Bunu kokluğa, ağzını koklayma. Allah ballarım, şeriatning 72 tutuğu var degan gap bor. Bular uzun yillardan buyon bir-biri bilan inoq, mehribon o'tgan Abdullah. Bularning turmushiga daxli ta'riz yetkazishga bo'lmaydi. Shariat hukmini partiyaning qonun siyosatlariga bo'ysundirib o'tib berishimiz lozim. Biz qachongacha shariat hukmi ostida g'aflat yotamiz? Adilcan'ın toy bakın topşırıp almıştı. Hecet gözümde işemeye oturan. Konumaydıgan kız yigitse oturdu. Bu zaten neymiş? Bırak değil. Bugün hakikaten mi kütülmegen toy oldu. Biz asıl dağa taqatqanda Adilcan bilen Tacigül'ün toyu dep taqatqan. Lekin nevri çatqanda evlatlarımızın süpetsiz bop gelişideki hakikatini düşünmep ekenmiz. Şuna ballarının erkinlik alınıp öz ihtiyarca yaşlığa yol koyduk. Abla, Adilcan kim geldi? Hani Adilcan Meryem Ali, bir sorun oldu. Hani yakıştı. Yani bir hoş haberni aytay. Yakında biz Abdurrahman Hakim bilen Meryem Muallim'nin toy filmi işleşimiz. Tebrik eyledik.